hozir mana ko'rdingizlar, davlat nashriyotlar birinchi qanotimiz, rahbarimiz Fransiyaga bo'ldi. Bu juda katta narsa. Aynan qozoq, turkman, qirg'iz, tojik prezidentlarchiga. Qozog'iston kuchli. Qozog'iston uran zaxiralari bo'yicha bizdan juda katta amalga ega, afzalligiga. Lekin diplomatiya kerak. Fransiyaga borib, Fransiyadan 4,5 milliard yevro miqdorida investitsiya shartnoma qo'yib kelish, Fransiya fermalarini olib kelish, uran sotish, hozir iqtisodiy bilimlar paytiga hech qachon fransuzski O'zbekistonga yashamaydi, u Xitoy emas. Hech boshqa davlat O'zbekistonga investitsiya kiritmaydi hamda, sarmoya kiritmaydi bu. Ular kafolatlangan. Endi Fransiya hozir Yevropaga Germaniyadagi ikkinchi o'rinda turgan harbiy kuchga ega bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan davlat. Germaniya mana boshqaryapti Yevropa. Lekin xalq qiluvchi ovozga ega bo'lgan davlat Fransiya. Fransiyaga bu shu Makronni ishi emas. Senatda, hukumat ishida shu Abdulaziz Qobonov qo'llayaptimi? Ro'yxatda juda yaxshi munosabatga bo'lgan qaror paytiga. Oldi paytiga o'sha Fransiya O'zbekiston munosabatlari hamma sohaga. Fransiyani O'zbekistonda oliy, masalan o'sha Fransiya O'zbekiston universitetlarini oliy o'qishni ochilishi katta. Juda ko'p tarixlar, muzeylar, rekonstruksiyalar bizga juda katta foydalar o'rnaladi. Qo'shmanolar, ekspeditsiyalar sohamiz bo'yicha fan, madaniyat, ta'lim, sport yo'nalishi edi. UNESCO xalqaro tashkilotini rahbarlarini respublikamizga shu olimpiada o'yinlarini o'tkazishga, UNESCO navbatdagi yig'ilishi majlisi Samarqandga belgilanganligi bo'lmagan. Shuni UNESCO tashkilotini rahbari Samarqandga o'tkazishni kelishiga. UNESCO bo'lgandan keyin butun bo'limizdagi a'zolarga tashrif keladi. Qancha joylar olib ketadi. Hafta paytlarida ularga tayyorgarliklar quriladi. 3 yulduzda, 5 yulduzda mehmonxona. O'sha xizmatlar ko'rsatiladi. Kemping, gостиницаlarga, mehmonxonalarga, shularga yarasha nomlar qilinadi. Keyin Fransiyani o'sha yana Toshkentga tramvay liniyasini tiklash bo'yicha qaror. Eng yangi modeldagi nomlar. Endi taqar oyoq, temir oyoqda emas, kolleskali. Qanaqa bo'ladi? Agar biletga bo'lsa, hozir jamoat transportlari umuman Toshkentga bo'lsa, probka bo'lmaydi. Tramvay liniya bo'lgandan keyin tramvay liniyaga boshib chiqmaydi. Temir nima bo'ladi? O'zi liniyasi bilan yurib bo'ladi, arzon bo'ladi. Shu o'sha paytda bilmayman, deyishimni ipodromdan buyoq Qoraqamishgacha borib keladi. Buni deymanda, lekin ayniqsa studentlarga bor. Mos. Agar Samarqandga ham bo'lsa, turizm manosiga. Samarqandda borku o'zi. Samarqandga Toshkentdagi eskilarni qilib, yangi amaliyotga e'tibor berdi. Fransiya nihoyatda o'zini o'sha mana tibbiy yo'nalari bilan mana biz skoriy pomishlardan yuramiz, lekin tog'li joylarga, boshqa joylarga skoriy pomish vertolyotda yo'qda. Va tez yordamlar ham Pejastoriyni Fransiyanikida ustoz o'zi. Fransiyaniki 24 kishilik mobil nanolar tez yordam ko'rsatadi. Salga anaqa milliy gospitalda masalan tog'li hududlarga borib, ayollar bor, yosh bolalar bor, qizlar bor, tabiiy ofatlar bor, ko'chkilar bor, sel bor, yer qurilishi bor. Shunda ekstra mobillar bo'lgan bo'lsa, tog'li hududdagi bironta tibbiy tez yordamlar chiqolmaydi. Harbiylarga boshlanma chiqadi. Endi vertolyot bo'lgan havoga chiqaradi, oqlanmaydi. Plastik qo'yadi o'zini nima. Qo'yadi, shunday o'zini sektorida munosabat o'zi qo'yadi. Vertolyotga keladi. Manevrlar, tibbiy jihozlar bilan qilingan. O'shaning o'zini ichiga operatsion jarayonlar, non qo'yish yoki birinchi yordam ko'rsatish ishlarni amalga oshirishda Fransiya bo'lgan.
harbiy texnikasi bo'yicha ham garajlari nihoyatda kuchli. Manevrlar bo'yicha texnikalari. O'zbekiston qurilishi bo'yicha Ukraina, Rossiya urushi bo'lgandan keyin Qozog'istondan keyinga qoldi. Qarang, qanday birinchi o'ringa chiqdi, birinchi o'ringa kelyapti. Yaqingacha Qozog'iston kuchaydi. Qozog'iston Kaspiyga flot tashkil qildi. Qozog'iston ham Turkiyadan, ham Erondan dronlar bo'yicha zavodlar ishlab chiqaradi. Shunaqa ham bo'lishi kerak. Bizga juda katta Xitoydan o'zi ta'sir qilyapti, oson bo'ladi. Munosib bo'yicha. Shuning uchun biz o'zimizda kichkina bo'lsa ham mana Isroil davlat hech kim bas keladi. Nihoyatda ishtirok bilan qurilgan yangi bilan harbiy texnikasi bo'yicha O'zbekistondan yuqori ekan Isroil siz. Yuqori ishlab chiqarishda bo'lyapti. Lekin mahkam bo'lishi kerak. Isroil qancha? Butun arab dunyosini larzaga keltiradi. Haydamasa Eronga zarba beradi. Shunday katta reja bor. Buni shuncha davlatlar katta kichik bo'lmaydi. Endi anoniga erishish kerak shunaqa. Fransiya, Yevropa ittifoqidagi yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar. Bu to'rtta hudud borda Yevropa. Rossiya, Germaniya, Fransiya, SS, hozir xatolarlar bo'yicha muhokama qilishimiz kerak. Lekin sizlarga qo'shimcha tarzda sizlar mashg'ulotiga Sharqiy Yevropa mamlakatlari Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda Sharqiy Yevropa mamlakatlari Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda mavzuni yozinglar, rejasini aytaman. Sizlarga matbuot tashlangan, ma'ruzalar tashlangan, seminarlar shundan foydalanib shu mavzuni o'qib kelasizlar. Ma'ruzamizga Xitoyda o'tiramiz. Siz unutmasak Sharqiy Yevropa mamlakatlari Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillar. Reja. Hazine. 1956-yilda Budapesht voqealari. Budapeshtda nima? Videorolik qo'yib beraman dedi ustoz. Ha? Videorolik. Videorolik hozir mana o'zimizdan keyin mas'ala repressiyasini ko'rib chiqishimiz kerak. Emre'nin boshlig'idagi muloqotlar Budapesht voqealari. Bizdan virgül davom. 1968-yilda Praga voqealari. Pragaga Avstriya Chexiyaga yozib qo'yildi. Unisi Avstriya Budapesht degandan Vengriyaga yozib qo'yildi. Rahbari kim? Urban. Hozir Vengriya shu Yevroittifoqda Ukrainaga qarshi Rossiyaga keladigan yagona. Urban Turkiy davlatlar kengashiga qatnashyapti. Kim chiqishi ularni o'sha qadimgi Turkiy xalqlar. Ya'ni o'sha kimda? Atena. Atena. Ana buncha oxirgi yozishga borib, Dunay daryosiga vafot etgandan so'ng tabutini 3 qavatli tabutga yasashib, ustma ust kiygizishib, o'sha orolga ko'mib dafn qilishadi, keyin suv bosira boshladi. Hech qolmasin. O'sha onalari oltin, kumush, bronzadan qilingan tabut kiygizishgan. Atenlar o'sha Sharqiy Rim imperiyasiga Bizantiyani oqlashga qilingan janglar atrofida bevosita hunlar, gullar, buyuk uchish davridagi Turkiy ittifoqchiligini oladi. Shular Vengriyagacha borib o'sha janoza qilgan. Shunda Herman Van Beren ulardan kelib chiqdi. Uchingiz bo'lsa sayohatnoma asari. Van Beren turk tilini tez o'rganib olgan-ku siz. Ha, o'rganib olgan. O'zi bilan kelib chiqishi Turkiyaga Yevropalashgan Turkiy xalqlari. Shuning uchun Urban kelib turib Turkiy xalqlar anosiga qatnashadi sammitlarga. Turkiya, Vengriya, Kipr, Kiprdan bor. Kiprda Radostovlar ham
Turkiya xalqlar. Turkiyaga qarashli Sitsiliyaga, O'rta dengizdagi orollarda. Demak, 1968-yilda Praga voqealari. Nuqta virgul bo'lyaptimi? Praga voqealari. 1980-yillarda Polshadagi Solidarnost ishchilar tashkilotining faoliyati. Mana birinchisi. Vengriya, Chexiya, Polsha. 1980-yillarda Polshadagi Solidarnost ishchilar harakatlari. İkinci savolimiz. Sizlarning ikinci savoli. Hop. Sharqiy Yevropa davlatlaridagi siyosiy o'zgarishlar va islohotlar. Sharqiy Yevropa mamlakatlaridagi Sharqiy Yevropa davlatlaridagi siyosiy o'zgarishlar va islohotlar. Üçüncüsü Markaziy, Janubiy va Sharqiy Yevropa davlatlarida sotsializmning yemirilishi sabablari va oqibatlari. Ustoz, bugungi kunda nechta sotsializm davlati qolgan? Sotsialistik tizimga bo'lgan davlatlarda eng kattasi Xitoy, 4 ta qolgan. Kuba, Shimoliy Vyetnam bor. Vyetnam. 4 ta. Lekin eng o'rni oqlagan davlat Xitoy. Xitoy sotsializm tizimidan ketib, dunyo iqtisodiyotiga birinchi o'ringa chiqdi. Lekin ular xususiy ishlab chiqarishni yo'qotmadi. Kooperatsiya bo'ldi. Katta sakrash. Hozir hamma analari, xalqaro o'yinlari xususiyda davlat analari reydlari mustahkam turadi. Raqobatlarda shu. Bor. Yozda Markaziy, Janubiy va Sharqiy Yevropa davlatlarida sotsializmning yurilishi sabablari va oqibatlari. Yozamizlarmi? To'rtinchisi. Sharqiy Yevropa davlatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar. Sharqiy Yevropa davlatlari bilan O'zbekiston orasida iqtisodiy va madaniy aloqalar. O'zbekiston orasida iqtisodiy va madaniy aloqalar. Bugun yetdimi? Jo'rabek Muzaffar, Ravshan, Tog'abek, yana bitta Bo'sh, O'ralova,
Shu vaqt Zoirova. Mazasi arzon kerak ekan. Mazasi yo'q. Masaka yo'qmi? Oilali Bu Zoirova bola. Shu o'zim. Ha, mutarris. Men sho'raman. Ustozlar ham. O'sha kimdir ba'zi shu bo'lgan boshini kesib bor. Kimya? O'tirib. Birinchi farqlar. Abdujali. Men ustoz. O'zbara keluvdi. Sho'xonmi? Sharafdin kimya. Azizbek. Men. Bor, emas. Bor. Shahzod. Ardayev Jasur. Hayit Murod. Men ustoz. Shoqirov. Suluddin. Shahrizoda. Javohir. Osib ketdimi? Man keyinchalik keldim. Hali ham qaytmadim. Yo'q, da. Kesib. Azizbek. Ha. 5 bor. Islom. Shart nozi. Demak, qani sizlar qatag'onlari arasida qo'yishadi. Videosini. Siz avray. Shu boshliqlar, qiriblar, mesr turklar, shu aralar bormikan bunga? Misr. Bu video emas bu. Shu 53-chi qisar bo'lgandan keyin ha, 85, 86 o'zbek ishi. 56-yil qatorchilarga qaytdilar. Shu kurslarni istasizmi? Yo'q. Boshlaysan. Boshdan yozaman. Shunda bilamizmi? Qirg'izlar bo'yicha qatorimiz yo'qmi? Mana qirg'izlar bor ekan. Bular 18-may. Anonsi. Şeyde internet yaşlı ne yaptın? Girmem.